Windhub obunachilari 40 tadan oshdi. Agar siz ulardan bittasi bo'lsangiz, 100 ming so'mlik kofe bonusini sovg'a qilamiz. Windhubga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. 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 Bizani kuzatib Windhubga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'linglar. Yo'q, obuna bo'lmagan. Yo'q. Obuna bo'lganmisiz? Ichib ko'rganmisiz? Ichib ko'rganman. Qachon obuna bo'lasiz? Xudo xohlasa bugun. Bo'ldi, обязательно sizni kutib qolamiz. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Mazasi haqida fikringiz? Zo'r. Ayslatte ichaman, ko'pman zo'r. Bir marta ichganman. Mazasi haqida fikringiz? Zo'r mazasi, gap yo'q mazasi. Da ichib turaman. Mazasi haqida fikringiz? Mazasi yaxshi, gap yo'q. Windhub apparatidan kofe ichib ko'rganmisiz? Ha. Mazasi haqida fikringiz? Mazasi zo'r. Afsuski obunachilarimizdan bittasini ham topolmadik. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar, biz bo'lsa qidirishda davom etamiz.